Добрый день! Представляем вашему вниманию еженедельный дайджест пресс-службы акционерного общества УСУТАМИНОТ. В этом дайджесте мы ознакомим вас с работой, проделанной нашими сотрудниками на прошлой неделе, реформами, реализованными в системе питьевого водоснабжения и водоотведения. Уважаемые потребители, участились случаи, когда мошенники звонят гражданам, представляются сотрудниками СУСОС, акционерного общества УСУТАМИНОТ или региональных предприятий водоснабжения и сообщают о якобы имеющейся задолженности или предлагают установить бесплатный новый водомер. Под этим предлогом они просят предоставить паспортные данные, после чего оформляют кредиты на ваше имя. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные таким псевдосотрудникам. О подобных случаях сообщайте по короткому номеру 1255 или по телефону доверия 55 503 10 55 акционерного общества УСУТАМИНОТ. Обязательно предупредите своих близких, особенно пожилых людей. Ko'p murojaatlarda aholimizdan shunaqa murojaatlar tushyapti. Aholiga uy telefonlariga qo'ng'iroq qilib, ulardan pasport ma'lumotlarini, shaxsiy ma'lumotlarini talab qilishyapti. Yangi счетчик o'rnatib beramiz. To'g'ri, bizda aqlli счетчиклар o'rnatilish boshlangan. Ular mutlaqo bepul va buning uchun bizga abonentlarning shaxsiy ma'lumotlari kerak emas. Chunki bizning ma'lumotlar bazamizda bu narsalarning hammasi shakllantirilgan. Shuning uchun fuqarolardan iltimos qilamiz, bunaqa odamlarga aldanib, shaxsiy ma'lumotlarni hammaga beravermasligiga. Lekin bizga ularning shaxsiy ma'lumotlari kerak emas, aqlli счетчик o'rnatish uchun. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 мая принял участие в церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития, который состоялся в городе Самарканде. В работе форума приняли участие свыше 4000 экспертов из более чем 100 стран мира, представителей иностранных правительств, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний. В повестку дня были включены вопросы в сфере образования, здравоохранения, водного хозяйства, экологии и обеспечения продовольственной безопасности. В этом мероприятии приняли участие и руководство акционерного общества УСУТАМИНОТ. На прошлой неделе в рамках визита в Узбекистан вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани совершила ознакомительную поездку в Самаркандскую область. В частности, госпожа Бассани ознакомилась с ходом реконструкции водозаборного сооружения Муртак, которое находится в Каттакурганском районе Самаркандской области. В ходе посещения объекта Антонелла Бассани вместе с хакимом города Каттакурган Гавхар Алимовой и исполняющим обязанности председателя правления акционерного общества УСУТАМИНОТ Ахмадом Суанкуловым обсудила ход реализации субпроекта с его бенефициарами, местными жителями, сотрудниками акционерного общества УСУТАМИНОТ и представителями подрядных организаций, участвующих в реконструкции водозаборного сооружения. В рамках субпроекта предусмотрены улучшение функционирования 11 скважин, завершение строительства насосной станции, установка системы очистки воды, строительство солнечной электростанции, а также электрификация объекта, внедрение автоматизированной системы управления процессами. Кроме того, также предусмотрены и другие работы. Эти мероприятия повысят эффективность сооружения и расширят доступ населения Самаркандской области к безопасной питьевой воде. Ожидаемая дата завершения субпроекта – сентябрь 2026 года. Sizga va sizni mana O'zbekistondagi komandangizga boshchiliklarida mana meni singlim mana shu Jahon bankini O'zbekistondagi ish olib borayotgan jarayonlarda qanchalik tezlatish, mana shu katta qo'rg'onliklarning orzu-navosi qanchalik juda uzoq kutilgan realizatsiya amalga oshib ketdi. Xalq shundan xursand.
Исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества «Усутаминот» Ахмад Суанкулов провел официальную встречу с руководителем отдела французского агентства развития по странам Азии, Ближнему Востоку и Европе Сирилем Белье. В ходе встречи были обсуждены текущие проекты в сфере водоотведения, реализуемые при участии французского агентства развития. Также стороны обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в ближайшем будущем. В городе Самарканд в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих состоялась встреча с участием представителей посольства Швейцарии в Республике Узбекистан, а также сотрудников Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Кроме того, также состоялась встреча заместителя председателя правления акционерного общества «Усутаминот» Надыра Хаджамова, а также представителей Азиатского банка развития. Стороны посетили акционерное общество Самарканд Сутаминот и договорились ознакомиться с проводимыми работами по улучшению системы обеспечения населения города Каттугурган питьевой водой и водоотведением, а также посетить водные сооружения Муртак и Курпа и очистные сооружения Бойназар. В Махале-Абод города Андижан проводится замена устаревших водопроводных труб. Подробности далее. Bizning Obod mahalla fuqarolar yig'inida 81-yilda tortilgan suv tarmog'i juda yomon holatda bo'luvdi. Ichimlik suvida muammolar ancha ko'p edi. 1,5 kilometr ichimlik suv yangilanyapti. Ishlarni yakunlashga kelib qoldi suv ta'minoti bo'yicha. Shu bo'layotgan ishlardan barcha mahallamiz fuqarolari, oqsoqollari, nuroniylar hammasi xursand. Yurtboshimizga rahmat aytib, duolar qilishyapti har kuni. В связи с 9 мая, Днем памяти и почести, на прошлой неделе компетентные сотрудники региональных предприятий водоснабжения навестили ветеранов труда, которые долгие годы работали в системе и вышли на пенсию, а также участников интернациональных боевых действий и ветеранов. Особо отметили их многолетний самоотверженный труд и вклад в развитие Родины. Также переданы благодарственные письма акционерного общества «Усутаминот» и памятные подарки. Ma'muriyati va profsoyuz tashkilot tomonidan bizning xonadonimizga yo'qlab kelishgan. Boshim osmonga yetdi. Shunday kollektiv unutmaganligi uchun. Men shu kollektivda 15 yildan ziyod faoliyat ko'rsatdim. Ishladim. Keyin qo'ldan kelguncha xalqimizga, elimizga xizmat qildik vodokanal tizimida. Bugungi kunda pensiyaga chiqib, mana pensiya gashtini surib yuribmiz. Bugun yana bir qaytarsam bo'ladi. Men yo'qlab kelganiga boshim osmonga. Kattakon rahmat. Davlatimizga rahmat, shunchalik qarashyapti. Prezidentga rahmat, unutmadi. Sizlar ham mana ishxona unutmadinglar, rahmat. Qolgan hammasini o'zim qilardim. Nasosni yechib, polni yig'ardim. Endi ta'til taqozosi bilan shunaqa bo'lib qoldi. Shu sohada xizmat qilayotganingizdan mamnunmisiz, xursandmisiz? Doğrusunu aytsam xursandman. Bo'lmasa shunaqa uzoq ishlamas edim. Birarda charchaysiz, birarda asablanasiz, har xil bo'ladi. Lekin men o'zimni ishda yaxshi ko'raman. Xalq uchun xizmat qilish, toza ichimlik suvni yetkazish edi menimcha katta savob. Shu ichdim o'zi ham, uchib borib o'qisam, bitta medsestra morgda dedi. Ana shu yerda bo'larimcha bo'lganman. Qiyin ekan. Erkaksiz uyda 4 ta bola bilan qolganman. Bitta qizimni chiqardim, Xudoga shukr. Dadasi qiyin ekan baribir. Katta qilish. Kichkinam dada deydi, dadasini ko'rmagan. Tanimaydi ham, rasmni ko'rib dadam deydi, xolos. Ularga aytib turib, ertaga dadang yoniga boramiz. Sizlarni ko'rmasa xursand bo'lib ketdim. Erimni hurmat katta ekan ishxonalarda mana eslab keldilaringiz. Rahmat. O'rinlari juda katta ekan yoqda. Hurmatlari bor ekan. Eslab keldilaringiz. Xursand bo'ldim lekin eslab kelganlaringiz uchun. В
Юго-Чирчикском районе Ташкентской области идет последовательная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой на бесперебойной основе, а также внедрению современных технологий за счет цифровизации системы. Подробности далее. Mahallamizda 94 ta xo'jalik bor. 20 yillab kelmagan suv uyimizga kirgandan keyin o'g'illarim, qizlar keldi. Hammasi shunaqa xursand bo'ldiki, buni endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana suv keldi, hamma yoq obod bo'lyapti, obod mahalla, obod ko'cha, mana yashnayapti. Bu yerda shukr qilamiz. Состоялось расширенное интервью с участием специалистов акционерного общества «Усутуминот» и журналистов интернет-издания «Дарьо УС». В нем речь шла о нападениях и избиениях инспекторов предприятия водоснабжения потребителями, о перебоях в питьевом водоснабжении в предстоящий жаркий летний сезон и о предстоящих повышениях тарифов. Подробности далее. Полное интервью вы можете увидеть на наших официальных страницах в социальной сети и мессенджере Telegram. Lekin kran suvini ichib bo'lmaydi. Tekshirilmagan suv berilmaydi. Normalari bor, shunga javob bersagina beriladi. Bu har kuni o'sha nazorat qilinadi bu bo'yicha. Bu deydi, suv ta'minot xodimlari 4-5 so'm bersang, xohlagancha qarzdorligini yopib beradi. To'g'ri, kuch ko'rmaksiz bo'lmaydi. Kuch ishlatuvchi organlardan odamlar tushmayaptimi yoki boshqa organlardan tushmayaptimi? Hamma sohadan aytdim-ku, hamma sohaga kirib borgan. Ya'ni siz hamma narsani o'z vaqtida qilib qo'ysiz, siz uyingizga nazoratchi odatda qadam bosmaydi. В регионах на основании соответствующего постановления главы нашего государства, а также поручения председателя правления акционерного общества «Усутуминот» проводятся работы по подведению сетей питьевого водоснабжения от существующих общественных водопроводных сетей, то есть уличных колонок, к домохозяйствам. В частности, такие работы начались в Якабакском и Каспийском районах Кашкадаринской области. В ближайшее время в Махалле Маданият Якабакского района каждое из 239 домохозяйств будет зарегистрировано как индивидуальный потребитель и внесено в биллинговую базу. В Махалле Камаши Каспийского района Кашкадаринской области 150 домов, а также в Махалях Дашт и Чули-Ата Каршинского района 53 домохозяйства будут зарегистрированы как индивидуальные потребители и будут внесены в биллинговую базу данных. Yangilab berib, har bir uyga davlat ixtiyoridan chuchuk qo'yib, kran o'tkazib berdi. Rahmat, minnatdormiz. 2026-yil Kaspi tumaniga ichimlik suvni yaxshilash, oqova suvlarni yaxshilash bo'yicha 5 milliard 200 million so'm mablag' ajratildi. 5 milliard 200 mablag'ning ichiga hozir Xo'jaqayron obod yurt yuksalish mahalla fuqarolariga 2022-yil obod mahalla dasturi bo'yicha 1156 ta xonada ichimlik suv bilan quvurlar o'tkazilgan edi. Asosiy quvurimiz yaroq holga kelib qolganligi sababli ichimlik suv bera olmay kelayotgandik. Mana 2026-yil hurmatli yurtboshimizga ming rahmatlar aytamiz. 5-2 kilometr ichimlik suvni yangilash uchun mablag' ajratildi. Hozirgi kunda ekspertiza ishlari olib borilyapti, loyiha ishlari. Xudo xohlasa bir hafta ichiga davom etadi. Ichimlik suv 2017-yil 8% edi. Hozirgi kunga 48.2% ichimlik suv bilan ta'minlandi. Bundan olganda 50% aholimiz ta'minlandi. Hozir shu qurilish ishlari davom ettirganda 55-57% gacha ichimlik suv ta'minlandi. Специалистами региональных предприятий водоснабжения проводятся брифинги, посвященные работе, проделанной за истекший период года, а также планам на перспективу. 26-yil 1-aprel holatiga umumiy debitor qarzdorlik 41.6 milliard so'mni tashkil etib, uning 37.1 million so'mi aholi, 4.5 milliard so'mi esa yuridik iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qarzdorlik eng yuqori bo'lgan hududlar Namangan shahri, Davlatobod, Yangi Namangan, Shus, Kosonsoy, Namangan tumani, To'raqo'rg'on va Mingbuloq tumanlari bo'lib, qarzdorlikning asosiy qismi aholi xonadonlari hisobiga to'g'ri kelmoqda. 2026-yil davomida tarmoqqa noqonuniy ulanishlarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida jami 504 marta reyd tadbirlari tashkil etildi. Ushbu nazorat tadbirlari natijasida 504 ta qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Shundan 382 tasi o'z boshimchalik bilan tarmoqqa ulanish
122tasi esa suvdan foydalanish qoidalarini buzish holatlarini tashkil etdi. Tahlillarga ko'ra, noqonuniy ulanish holatlari eng ko'p Andijon shahrida qayd etilgan bo'lib, 55 tani tashkil qildi. Keyingi o'rinlarda Andijon tumani 50 ta va Marhamat tumani 45 ta holat bilan qayd etilgan. Debitor qarzdorlikni kamaytirish yuzasidan ishlar amalga oshirilganligi bugungi kunga qadar aksiyadorlik jamiyatining Xiva shahar, Urganch va Shovot tumanlarida mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda o'rganildi. Xususan, joriy yil aprel holatiga Urganch tumanida ichimlik suviga noqonuniy ulanish holatlari 23 ta, foydalanish qoidalarini buzishga doir 6 ta holat aniqlangan va bu haqida dalolatnoma rasmiylashtirilgan. В целях формирования сознания подрастающего поколения бережного отношения к воде и ее рационального использования в образовательных учреждениях нашей республики проводятся открытые уроки с участием специалистов акционерного общества «Ussutominot» и региональных предприятий водоснабжения. Zangiotar tumanidagi 40 maktabga Toshkent viloyati suv ta'minoti musaffo obi hayot maskanidan vakillar va xodimlar kelishdi va o'quvchilarimizga hamda ustozlarimizga suv haqida o'zlarining ochiq dars taqdimotlarini ko'rsatishdi. Yana bunday seminarlar, taqdimotlar va o'quvchilarimiz bilan birgalikda hamkorlik yana ham kuchaytirilsa, yana ham ularni ekologiyaga, suvga, ob hayotga bo'lgan fikrlari, dunyoqarashlari oshirilishi uchun hamkorlikda bardavom bo'lishini istab qolamiz. Как учитель-биолог я хочу подметить то, что именно дефицит воды является не просто глобальной проблемой, а проблемой всей нашей экологии, нашего целого региона, потому что вода это является основной структурой всей нашей жизни. Я хочу отдельно подметить то, что наш уважаемый президент тоже именно подчеркивает эту глобальную проблему по воде. И по этому поводу в 24-ю школу города Андижан пришли люди из водоканала и дали нам открытый урок. И детям было это очень полезно, увлекательно. И мы узнали много нового, поэтому я хочу отдельно поблагодарить их, сотрудников водоканала, за такой прекрасный урок, за прекрасную информацию. Надеюсь, что оно будет очень полезно, и мы будем больше экономить воду, потому что вода – это жизнь. Ozgina qadrlaylar. Sababi, ertaga sizlar katta bo'lguncha bu suvlar yo'q bo'lib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun bugun o'sha xonadonimizga kirib kelayotgan suvni qadrlasak, shu bir tomchisidan samarali foydalansak, bo'lar bo'lmasga sepib, bo'lar bo'lmasga isrof qilib yoki bo'lmasa uni hali shunchaki tarvuz sovutishga qo'yib qo'yib yoki bo'lmasa ustimizdan dush yoqib qo'yib bemalol cho'milishga emas, aksincha mana shu hayotimizda zarur bo'ladigan ishlarimizga, ya'ni maishiy ehtiyojlarimiz bor, o'zingizlar bilasizlar bu narsani. Biz suv ta'minoti, ya'ni Jizzax suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati bo'limida ishlaymiz. Bugungi ochiq darsimiz, sizlar bilan o'tkazilgan ochiq darsimiz ichimlik suvini, ya'ni tog'ora yo'qolib borayotgan ichimlik suvini asrab avaylashga qaratilgan. Kranimizni jumlaga shunday ochganimizda suv keladi, to'g'rimi? Bu o'zidan o'zi kelmaydi. Yer ostidan, to'g'ri, yer ostidan tashlab filtrlanib, ana undan so'ng katta mana shu maktabdek binoga o'xshagan joyda suv yig'iladi. Men ko'pincha uyda suvni isrof qilganlarni ko'rganman. Ayniqsa tish yuvayotgan joyda suvni asrash biz uchun qadrli. Men bugungi darsda suvni tejashni o'rgandim. Endi umuman suvni isrof qilmaymiz. Opa-singillarimiz, sizlarga tavsiya beramanki, suvni umuman isrof qilmang. Компетентными сотрудниками акционерного общества «Ussutominot», региональных предприятий водоснабжения и соответствующих ведомств по всей стране проводятся рейды по выявлению незаконных подключений канализационной и водопроводной сети, нерационального использования питьевой воды, а также по сокращению дебиторской задолженности населения.
В этой связи просим вас своевременно оплачивать счета за услуги питьеводоснабжения и водоотведения, дабы не стать участниками подобных неприятных ситуаций. Olib borilgan nazorat tadbirlari davomida ayrim fuqarolar tomonidan toza ichimlik suvidan noqonuniy va isrofgarona foydalanish holatlari aniqlandi. Men sizga hozir ma'muriy jarima qo'llashim kerak. Bunday bo'lganda-da, yo'q, bemalol deysiz, lekin bu narsa ko'chada yashasam gapimni eshiting. Siz ko'rib turgan ushbu xonadon egalari ham suvdan o'zboshimchalik bilan noqonuniy ulanib olib foydalangan. Jarayon davomida holat bartaraf etildi. Mana shu yerdan Qashqadaryo suv ta'minotiga qarashli kanalizatsiya o'tgan, mana ruxsatnomasiz BSAga tegishli bo'lgan. Avtomashina hech qanday ruxsatsiz, shartnomasiz, o'zboshimchalik bilan to'kayotganligi aniqlandi. Sizni Shahrisabz shahar suv ta'minoti filiali bilan chiqindini, oqova suvni olib kelib, burga tashib, mana shu yerga to'kishga ruxsatnomalar bormi yo'qmi? Shartnoma bormi yo'qmi o'rtada? Qayerga bo'lish kerak? Hozir biz sizga Vazirlar Mahkamasining 194-sonli qaroriga asosan dalolatnoma rasmiylashtiramiz. Nima sababdan to'kayapsiz bu yerga? Suv, oddiy suv. Yo'q, xo'p, nima sababdan to'kayapsiz? Shundiki ko'rib turibmizki. Kanalizatsiya suvi-ku bu. Kanalizatsiya suvni o'rnida mashin nimadir tikilgan ekan, o'shani ko'raman, hozir durib to'kdim. Guliston shahrida Sirdaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan ichimlik suvidan qarzdorligi mavjud aholi bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Yil avvalidan viloyat bo'yicha 148 ta noqonuniy suv tarmoqlariga ulanish holati aniqlangan. Ularning 146 tasi bo'yicha ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lsa, 2 ta holat yuzasidan jinoiy javobgarlik masalasi ko'rib chiqilgan. Ogohlantirish suv ta'minot bergansiz, shartnoma o'tganingizda shartnoma shartlarida ham ko'rsatilgan-ku. Texnik shart o'tganingizda texnik shartda ham yozadi bu narsani. В системе питьеводоснабжения и отведения сточных вод проводится широкомасштабная работа, благодаря которой уровень централизованного питьевого водоснабжения по стране достиг 82,8%. Проводимые отрасли реформы отражаются в жизни каждого гражданина нашей республики, ибо они реализуются во имя чести и достоинства человека. Именно поэтому мы живем с чувством благодарности и уважения к каждым изменениям и новшествам. Shu Farhod mahallasi 73-yildan beri Sirdaryo viloyatida Shirin shahrining tashkil topganidan keyin mana shu Abdulla Nabiy mahallasi edi. Keyinchalik Farhod mahallasi etib 75-yilda tashkil topgan. Men mana shu Shirin shahriga 73-yilda ko'chib kelganman. Mana shu orzu qilar edim. Shirin shahrida ham kanalizatsiyalar uydan chiqindi suvlarga mana shu kanalizatsiya o'rnatilarmikan deb umid qilardim. Mana shu kunlarda yangi O'zbekistonimiz muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan ishlaridan mamnunmizki, Farhod mahallasi nomidan, nuroniylar nomidan, faollar nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Suv umuman bo'lmas edi. Quyuqda ichardik. Bu yer quduqdan misol uchun. Endi bu muammolar hammasi bartaraf bo'lib, toza ichimlik suv bilan mahallamiz ta'minlanib turibdi. Shuning uchun rahmat prezidentimizga, davlat rahbarlariga, shunaqa xalq uchun kecha kunduz xizmat qilib turibdilar. Qishda loy chuqur joydan kavlangan shlankadan oqib turgan suvdan olardik. Navbat bo'lardi, sovqatardik. Yozning kunlari chang to'zan, eshak aravada janjallar bo'lardi, birovlar 5-6 talab paqirab chiqib olardi. Men bir juft paqirab borsam, ololmay turardim shu yerda. Ichimlik suvlarni biz televizorlarda ko'rardik, orzu qilardik, uylardan chiqqanini ko'rib, ertakdek tuyulardi bizga. Albatta biz qishloqqa ham qachondir vodoprovod suv kelar, qiynalmasmiz deb orzu qo'yganman. Xudoga shukr, mana bolalarga aytsak ishonmaydi. Uyimizdan chiqarib beryapti suvni. Xudoga shukr, erishdik. Bu narsalar o'zini o'zi bo'layotgan yo'q. Prezidentimiz olib borayotgan oqilona siyosatlari munosabati bilan bo'layapti bu narsalar. Hozir esa xonadonimizda suv bor. 2 ta farzandim bo'lsa, hovlida ikkalasida ham alohida vodoprovod suvlari bor. Bunga rahmat deymiz prezidentimizga. Shu qatori hokimimiz Erkinjon Turdiyevga ming rahmat deymiz. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev juda katta harakatlar bilan, juda katta pullar, mablag'lar ajratib, bizga o'xshab chekka qishloqda yashayotgan xalq uchun
jon kuydiryapti va mana shuning oqibatida shunday ishlar ro'yobga chiqyapti. Это были актуальные новости общества за прошедшую неделю. Достоверную информацию о деятельности акционерного общества УСУ-Томинот, проводимой работе на местах, новостях в отрасли, правилах использования личного кабинета и другую информацию вы можете получить на наших официальных страницах в социальной сети и в мессенджере Telegram. До свидания.